Farzandingizni Kanada maktablarida o'qiting va ketidan o'zingiz turistik viza orqali boring. Hurmatli ota-onalar, endilikda Everstudy Consulting Kanada maktablariga o'quvchi yuborishni taqdim qiladi. Nima uchun aynan Kanada? Kanada maktablari qulay va innovatsion jihozlangan va o'quvchilar uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Kanadaning yana bir afzallik tomoni shundaki, o'quvchi u yerda nafaqat ingliz tilini mukammal o'rganadi, balki fransuz tilida ham erkin muloqot qila oladi. Kanada maktablarini tamomlagach, universitetlarga qo'shimcha hujjatlarsiz bemalol kirish huquqiga ega bo'ladi. Narxlari ham u darajada qimmat emas. Narxlar 13 ming, 17 ming Kanada dollaridan boshlanadi. Bu Amerika dollarida taxminan 9 ming, 12 ming atrofida degani. Xavfsizlik ham ancha yuqori hisoblanadi. Undan tashqari farzandingizga biriktirilgan oila halol ovqat bilan ta'minlaydi. Kanadaning sokinligi, go'zal tabiati o'quvchilar uchun juda manzur keladi. Va undan tashqari farzandingiz 20 tadan ortiq sport turlari bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ota-onalar esa farzandini ko'rgani bemalol turistik viza orqali borib kelishsa bo'ladi. Farzandingiz keyinchalik Kanada universitetlarini tamomlab PR olish, ya'ni doimiy yashash huquqini olish imkoni juda yuqori bo'ladi. Agar farzandingiz chet elda nufuzli, sifatli va xavfsiz davlatda ta'lim olishni istasangiz, hoziroq biz bilan bog'laning.